Qo'shimbola kinosi Andijonning qaysi bozorda olinganini bilasizmi? Biza Andijondagi eski shahar bozoridamiz. Eski shahar bozori faqat Toshkentdami desam, Andijonning ham o'zini eski shahari bor ekan. Bu bozor bizni Chorsudagi bozorga emas, ko'proq Alayskiga o'xshab ketar ekan. Bozor tartibli, ozoda, lekin narxlari Toshkentdan ancha arzon ekan. Odamlari esa juda samimiy, kulib turadigan va o'ta mehmondo'st ekan. Xullas, haqiqiy andijonliklar shu yerda ekan. Bu yerda Toshkentda uchramaydigan narsalarni topar ekansiz. Masalan, pishirilgan no'xat, hasplari, qorin ichiga solingan go'sht, sut, un va yog'dan bo'lgan qo'yni o'pkasi, faqat yeryong'oq sotadigan rastalar, bizni eng zo'r lazerimizdan 4 baravar qimmat bo'lgan devzira guruchi, baqlajon qoqi, Toshkent patiridan 3 baravar katta Andijon patiri, ochiq tog'oralarda sotilayotgan Uyg'urcha eshilgan lag'mon xamirlari, bizni bozorlarimizda paketchalarda sotiladigan ziravorlar bu yerda qoplab sotilar ekan. Eski shaharda poliz ekinlari rastalari, mevalar rastalari, non rastalari, go'sht rastasi bor ekan. Shundoq bozori tashqarisida chilangarlar samovar yasashmoqda. Pichoqchokalarimiz esa pichoqlarini sotish bilan mashg'ul. Xullas, Andijonga kelsangiz, albatta eski shaharga kirib o'ting. Andijonning haqiqiy vaybini mana shu bozordan topsangiz bo'ladi. Biz Jahon bozoriga yo'l oldik. Buni esa keyingi videolarimizda ko'rasiz.